Barchaga assalomu alaykum. Yoshi 35, 40, 50 va undan yuqoriga chiqqan insonlar uchun maxsus tavsiyalar. Birinchi tavsiya. Yilda bir marta bo'lsa ham qon oldiring. Hijrama. Garchi biror kasallik yoki dardingiz bo'lmasa ham, bu ishni odatga aylantiring. Hijramadan so'ng tanangizda yengillikni his etasiz. Ikkinchi tavsiya. Chanqoqlik yoki suvga ehtiyoj sezmasangizda doim suv ichib yurishga odatlaning. Sog'liqqa putur yetishdagi asosiy muammo tanadagi suv yetishmovchiligidir. Bu ayniqsa 35 yoshdan keyin tananing suvga ehtiyoji yana ham ortib boradi. Uchinchi tavsiya. Dunyoning ishi zimmangizda bo'lsa ham sport bilan shug'ullaning. Piyoda yurish, suzish yoki biron turdagi sport bilan shug'ullanib, a'zolarni harakatlantirib turish lozim. Aks holda umurtqa pog'onasidagi disk churralari, suvakning yemirilishi, bir joyda uzoq o'tirsangiz, turishga qiylanishingiz aynan sport bilan shug'ullanmasligingizdan kelib chiqadi. Eng kamida unutmang, 30 daqiqa piyoda yurishingiz kerak. To'rtinchi tavsiya. Ovqatlanishni kamaytiring. Odam bolasi uchun qaddini tutib turishga bir necha luqma kifoya qiladi. Ovqatga juda ishtaha qo'yib, och ko'zlarcha yeyishni bas qiling. Chunki ko'p ovqat yaxshilikka olib bormaydi. Butunlay yemasdan ham qo'ymang, balki miqdorini ozaytiring. Inson qaddi rostlaguncha taom yesa bas. Ko'proq suyuq taomlarni, tabiiy taomlar, meva, sabzavotlar va salatlarni iste'mol qiling. Buning koni foyda ekanligini bilasiz. Beshinchi tavsiya. Imkoni boricha mashina minmaslikka harakat qiling. Biror joyga borishni istasangiz, piyoda yurib boring. Masalan, masjidga, do'konga, ziyorat va hokazolarga yurib borishni odat qiling. Siz qanchalik kam piyoda yursangiz, tanangizning harakati shuncha kamayadi. Natijada qon aylanishi ham joyida ivishni boshlaydi. Shuning uchun hayot harakatdan iborat. Oltinchi tavsiya. G'azab va asabiylashishni to'xtating. Ishlarga ko'z yumib, beparvoroq bo'lishga harakat qiling. Bezovta bo'linadigan ishlarga aralashavermang. Bunday qilishingiz sog'lig'ingizga putur yetkazadi va ko'rinishingizni xunuklashtiradi. Meni yoshim katta bo'ldi. 35, 40, 50, 60 ga yetdi. Jiddiyroq ko'rinishim kerak deb qovog'ingizni solmang. Hamisha ochiq yuzli, tabassumli inson bo'ling. Yettinchi tavsiya. Molingizni quyosh ostida qoldirib, o'zingiz soya ostida o'tiring deb aytilgan maqoldagi kishidek bo'ling. Ya'ni o'zingiz va atrofingizdagilar haqqini poymol qilmang. Mol dunyo bizga xizmat qilish uchun yaratilgan. Biz mol dunyoga xizmat qilish uchun emas. Shuning uchun rizqingiz borasida yonib, kuyib, pishib ketmang. Yaratgan Alloh dengizni tubidagi baliqni ham, toshning orasidagi qurbaqaning, xarsang ostidagi chumolining ham rizqini beradi. 8-chi tavsiya. Biror kishini deb nafsingizni hasrat va nadomatga to'ldirmang. Amalga oshira olmagan narsangizga ham afsus chekib, o'zingizni koyimang. O'zingizni bilmaganga solib, balki unutishga harakat qiling. Erisha olmadingizmi, sizniki bo'lmadimi? Demak, boshqaning nasibasi. Qo'lingizdan ketgan molga, bo'lib o'tgan ishga xafa bo'lmang. Har bir adashmovchilik yoki har bir kayfiyatingizni tushiruvchi jarayon sizga dars bo'ladi. 9-chi. Tavozuli va kamtar bo'ling. Mol dunyo, mansab, kuch-quvvat va nufuzingiz takabburlik va g'urur bilan barbod bo'ladi. Tavozulik odamlarni sizga muhabbat